Assalomu alaykum hammaga. Uzr, ancha vaqt yo'q bo'lib ketib qoldim. Ishlar ko'payib ketib qoldi. Xudo xolasa bugun yana davom ettiramiz challenge. Bismillah. Xo'p, birinchi so'zimiz journalist ekan. Jurnalist bo'lsa kerak bu. Journalist. Bunga endi assotsiatsiya qilish shart emas, menimcha, chunki o'zi bundoq qaraganda ham bilinib turibdi. Journalist. Keyingi so'zimiz float ekan. Float harbiy flot xayolim keldi. Dengiz floti deydi-ku, shu ma'nosi suzmoq ekan. Bir-biriga juda ham bog'liq. Misol uchun bizani harbiy flotimiz Orol dengizida suzib yurganini tasavvur qilamiz. Katta kemalar. Float. Keyingi so'z discover. Discoverga menga Discovery degan kanal keldi. Har xil ilmiy ko'rsatuvlar bo'lardi. Ma'nosi kashf etmoq ekan. Discover'da Einstein misol uchun biron bir narsani kashf etyapti. Ingliz tilida so'z yodlash kashf etyapti. Discovery'da shu narsani ko'rsatadi. Discover, kashf etmoq. Keyingi so'zimiz emotion. Emo degan anaqa programma xayolimga keldi. Videoda ko'rib gaplashilardi. Ma'nosi hissiyot ekan. Hissiyotga berilib gaplashayotganini tasavvur qilamiz. Emoda. Emotion. Keyingi so'zimiz ahead ekan. Ahead. Inglizcha degani head degan so'zga o'xshash ekan, faqat boshida e bor ekan. Ahead. Shuni xayolim keldi. Yoki Head and Shoulders degan shampun bor. Bosh va yelka degan. Ma'nosi oldida, впереди. Oldinda, ya'ni oldinda turgan anaqada. Misol uchun poyga o'ynashayotgan bo'lsa, oldinda ketayotgan. Head and Shoulders shampunni ishlatadigan poygachi oldinda ketyapti, ya'ni birinchida ketyapti. Ahead. Keyingi so'zimiz thin ekan. Thinga hop sim ochil deydi-ku. Ozg'in ekan. Ozg'in odam sim ochil deyapti. O'shani g'orga kelib. Thin. Ozg'in odam sim ochildi. Keyingi so'zimiz black ekan. Blok, telefonni kodga qo'yib qo'ysangiz blok degan yoziq chiqadi. O'sha moment xayolimga keldi. Ma'nosi to'smoq, to'nk ekan. Telefonning ustiga to'nkani qo'yib qo'ydim. O'sha to'syapti telefonni ochishimga. Black. Bloklangan deganda. Black. To'smoq, to'nka. Xo'p, keyingi so'zimiz image ekan. Imagega modniy bitta odam, model misol uchun image zo'r ekan. Bundoq qarasak, u bitta rassom tasvirlab bergan ekan. Ya'ni modellar shunday chizganki, biz rost ekan odam deb tasavvur qilamiz. Tasvir. Image. Stilli odam shu tasvirlangan. Image. Ya'ni rasm deganda image. Idiomga idiot degan so'z xayolimga keldi. Ya'ni ruslarda jinni, ahmoq degan so'z bor. Ma'nosi ibora ekan. Sal jinniroq, tentakroq odam iboralar keltiryapti. Har xil qiyin so'zlarni gapiryapti-da. Ahmoq odam, ya'ni idiot odam. Idiom. Shu idiom deganda menga Jim Carreyning roli xayolimga kelib ketdi. Tupoy degan kino bor, o'shandagi obraz xayolim keldi. Agar ko'rgan bo'lsangiz, shuni bog'lasanglar bo'ladi. Ya'ni shu Jim Carreyning qahramoni zo'r iboralar keltiradi. Idiom. Keyingi so'z gravity. Gravityga Gravity Falls degan multfilm xayolim keldi. Gravity Falls degan. Ma'nosi yer tortish kuchi ekan. Shu Gravity Fallsda yer tortish kuchi yo'q bo'lib qoldi. Ya'ni koinotga o'xshab. Hamma uchib yurgan ekan shu multfilmda. Gravity. Keyingi so'zimiz tail. Tailga til kelyapti. Ma'nosi bo'lsa dum ekan. Misol uchun sigirni dumini o'rnida tili osilib turibdi. Pashshalarni shu til bilan haydayapti. Tail. Ya'ni til dum o'rnida, dum ma'nosi. Tail.
Keyingi so'zimiz far ekan. Far. Bu mashinani farasi xayolimga keldi. Ma'nosi uzoq ekan. Mashina farasi shunday yoritadiki, hamma joy uzoqlarni ham yoritib beradi. Даже встречныйdan kelayotgan haydovchilarning ham ko'ziga tushyapti. Far uzoq. Vision deganda menga Marveldagi Vision degan qahramon hayolim keldi. Qizil bor, super odam. Android. Xo'p, ma'nosi ko'rish ekan. Vision misol uchun ko'rish qobiliyatidan mosuvo bo'ldi deylik, qanaqadir raqib bilan urushib. Vision. Ko'rish ma'nosi. Vision. Keyingi so'zimiz evil ekan. Evil. Bu so'z to'g'risi ma'nosini bilganim uchun qanaqadir obraz ham kelmayapti. Evil. Ну, agar o'zingizda ma'no aniq obraz bo'lsa, e'tiboringlar kommentariyada. Menga kelmadi. Yovuzlik, yomon, yaramas degan ekan. Evil. Yovuzlik, yaramas. Xo'p, keyingi so'zimiz beat. Beat kelyapti xayolimga, ya'ni burga beat kana bor-ku, shunaqa hasharot. Ma'nosi urmoq, g'olib chiqmoq ekan. Ya'ni bitta biza bitta urib yutib qo'ydik kuch sinashda yoki shapaloq urish bor. Bit bilan unaqa shapaloq urish anaqasini o'tkazamiz. Urmoq, g'olib chiqmoq. Bit. Keyingi so'zimiz apartment ekan. Apartmentga apparat xayolimga kelyapti. Misol uchun yurak urishini ta'minlab turadigan apparat. Turar joy, ya'ni uy deylik, turar joy. Ya'ni yashaydigan xonadon, o'sha yerda yurakni ishlashini ta'minlab turadigan apparat ham bor ekan. Apartment. Keyingi so'zimiz sayt ekan. Sayt. Internet sayt deylik. Xo'p, ma'nosi place, joy ekan. Ya'ni o'tda har xil lokatsiyalarni anaqasi turibdi. Ko'rinish, ya'ni joylar, joy nomlari. Saytga kirsak, har xil lokatsiyalarning joy nomlari turibdi. Sayt yoki sayt degan bola bitta zo'r joyda yashar ekan. Sayt. Keyingi so'zimiz Clark ekan. Clarkga men hayolimga Supermanning o'zini asl ma'no anaqasi bor, ismi bor. Clark Kent. Kinodagi Superman bor. O'sha hayolimga keldi. Ma'nosi bo'lsa kotib ekan. Ya'ni bitta joyda sekretar bo'lib ishlayapti. Superman shu, ya'ni Clark Kent anaqa bo'lib ishlayapti. Kotib bo'lib ishlayapti. Yoki Clarkga Clara degan qiz hayolimizga keltirsak bo'ladi. Sekretar bo'lib ishlayapti. Clara degan qiz. Xo'p, keyingi so'zimiz carefullyga kar odam pullar bilan yuribdi. Pulli. Kar odam pulli bo'lib qoldi ekan. Bu degani ehtiyotkorlik bilan gaplashish kerak ekan kar odamlar bilan, chunki ularda pul ko'p. Carefully. Keyingi so'zimiz thick ekan. Bu so'zga menga sirk keldi hayolimga. Sirk. Ma'nosi qalin, quyuq ekan. Sirk ustiga qalin bitta choyshab tashlab qo'ydik misol uchun. Yoki quyuq bitta marojniy tushdi ustiga kosmosdan. Thick, qalin, quyuq. Thick. Hop, so'zimizni boshiga qaytib keldik. Endi bitta aralashtirib takrorlab ko'ramiz. Esda qoldimi yo'q. Bu so'zlarni men ancha oldin bir yodlagandim, ko'pini. Shuning uchun shu eskani qala ko'p kelyapti. Hozir shu eski so'zlarni takrorlab, ya'ni yana ham mustahkamlab boramizda, keyin sekin men o'zim yangi so'zlarim keladi. Essential word'ni birinchi, ikkinchi qismini yodlagandim men shunaqa. Xo'p. Ketdi. Birinchi so'zimiz tail ekan. Tail. Bizning obrazimiz tilida, ya'ni sigirda dumni o'rniga til turadi. Ya'ni ma'nosi dum ekan. Tail, dum. Keyingi so'zimiz far.
Mashinani farasi keladi obrazimiz. U uzoqlarga tushyapti. Ma'nosi uzoq. To'g'ri. Keyingi so'zimiz gravity ekan. Gravity falls degan tushunib xayolim keladi. U yerda yer tortish kuchi yo'q edi. Ya'ni hamma uchib yuradi. Xo'p, emotion. Bu yerga nima qildik? Emotion. Emo degan anaqada programmada hissiyotlarga berilib, ya'ni videoda gaplashyotdik. Hissiyot. Keyingi so'zimiz vision ekan. Vision degan qahramon ko'rish qobiliyatini yo'qotib qo'ydi. Ma'nosi ko'rish. Vision. Keyingi so'z thin. Thin. Nima deyapti? Sim ochildi otdi. Ozg'in odam. Ya'ni ma'nosi ozg'in ekan. Black. Bu yerda shu blokirovkadagi telefon ustida to'nka turadi. To'sib turadi bizning telefonni ishlatishimizga qarshi bo'lib. Ya'ni to'sin. To'smoq, to'nka ekan. To'sindim manzur. Xo'p, keyingi so'zimiz image ekan. Chiroyli bitta shu model tasvirlanganini ko'rib biz hayron qoldik. Ya'ni ma'nosi tasvir. Keyingi so'zimiz idiom. Idiomda bu yerda shu idiot odam har xil qiyin iboralarni keltiryapti. Xo'p, keyingi so'z jurnalist. Buni o'qimadik. Xo'p, keyingi so'z float ekan. Float. Bizning harbiy dengiz flotimiz Orol dengizida suzib yuradi. Ma'nosi suzmoq. Ya'ni suv ustida suzadi-ku shu kemalar, shunga o'xshagan ma'noda. Swim emas demoqchiman-da. Xo'p, keyingi so'zimiz Discovery kanalida Einstein shu so'z yodlash texnikasini kashf etayotgan tasavvur qildik. Kashf etmoq. Keyingi so'z apartment. Yurak urdiradigan apparat, shu kvartirada turgan tasavvur qildik. Saytda har xil joy nomlari yozilgan ekan yoki sayt degan odam zo'r joylarda yashirgan. Ya'ni joy ma'nosi. Keyingi so'z thick ekan. Bu yerda thickka sirk qildik, ya'ni sirkka qalin quyuq anaqa choyshab yoki marojniy quyib qo'ydik ustiga. Ya'ni qalin quyuq. Keyingi so'zimiz bit. Bit bilan biz shapaloq urish jangini qotdik, ya'ni uni yutotdik. Urmoq, g'olib chiqmoq. Keyingi so'z Clark. Ya'ni Superman Clark Kent kotib bo'lib ishlar ekan yoki Clara degan qiz kotiba bo'lib ishlar ekan. Carefully. Kar odam pullar bilan yuradi. Ular bilan ehtiyot bo'lib gaplashish kerak. Ya'ni ehtiyotkorlik bilan. Evilga menda obraz kelmagan edi. O'zingizlarda variant bo'lsa yozib qoldiringlar yana. Bu yerda yovuz, yomon, yaramas, xullas mana shunaqa so'z edi ma'nosi. Keyingi so'z ahead. Head and shoulders ga boshini yuvadigan poygachi birinchida ketyapti. Ahead, ya'ni oldinda, vperedi deb yozib qo'ygan ekan. Xo'p, buguncha shular. Xudo xolasa yana davom etamiz. Charchamanglar.